Hamshahrilar bugun art rezidensiyani ziyorat qilgani kelib, mana bu yerda Samarqanddan kelgan Amirxon ukamiz bilan tanishib qoldim. Bu yigit biznesga kelyapti. O'zlari ham mana shu turizm, sayyohlik sohasida biznesda ish olib borar ekanlar. Amir Plaza mehmonxonasini rahbarlari ekan. Tajriba almashganiga kelishibdi. Nimalarni ko'rdingiz mana endi? Nimasi Qo'qonda o'ziga xosligi? Keldik, mana Art Studio rezidensiya keldik. Juda yaxshi, turistlarni qiziqtiradigan narsalar juda ham ko'p. Yana ham biz xudo xolasa bu tomonga bir yo'nalishda hamkorlikni rejaga qo'yamiz. Bir takliflar beramiz. Qani shunaqa narsalar bor deb turib, ularga shu yo'nalishda shu tomonga burashga harakat qilamiz. Lekin qiziqarli narsa haqiqatan ham bizga qiziqarli bo'lgandan keyin, menimcha chet ellik mehmonlarga bunaqa narsa juda qiziq bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Amirxon Qo'qon uchun samimiy gaplaringiz uchun rahmat. Iloyim sizni ham biznesingiz gullab yashnasin. U yoqdan bu yoqqa, bu yoqdan u yoqqa sayyohlar oqimi uzilmasin. Salomat.